Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahmat. Hozir men Gretsiyaning Paros orolidagi markaziy shahar Perikiyaning dengiz yoqasida. Bugun men sizlarga romanni shu dengiz bo'yidan bir yaxshi bir yani tanlab tepib, shu yerda o'qib beray deb o'yladim. Sababi Perikiyada bu quyoshning dengizga kirib ketishi ajoyib bir haybatlik manzara. Bu yoqqa kelgan sayohatchilarning hammasi cho'qim Perikiyada kuni o'tirgan shu manzarani bir ko'rib ketadi. Shunga roman anlag'ash sizlarni bir baharlansin degan umiddaman. Yaxshiroq bir o'rin tepib, joylashib, andin roman o'qishni boshlaymiz. Ma'qul amsa. Hozir Ahad Turdining Sarson ruh nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Ikkinchi. Atxan heliqi do'kondarni jiroqdan ko'rib to'nadi. U yo'lning neri qasniqidagi oltin do'konining oldiga qo'yilgan karavat ustida bir necha tonishlari bilan paranglashib o'ltiradi. Ularning ba'zilari salla o'ragan, ba'zilari ko'piya ortib, ustini qora iqal bilan bostirib olgan edi. Ularning orasidagi beshiga mashhur salla o'ragan, ustiga esil raxti tikilgan navatrang rida yepingan salobatlik birsi durdun qapliq yostiqqa yo'langidicha chilim tartib o'ltiradi. Cho'rlarga naqsh o'yilgan 1 metr egizlikdagi ko'mish chilim uningdan 2 qadam yerida tutab turadi. Chilimning kichik bolaning belikidek to'm va uzun naydisi uning yenida xuddi yilondek tugilib so'ylab yotadi. Uning chilimni damma-dam tortib, ichiga to'shqan ko'kish isni og'zi burnidan tamli purqaratib chiqarishiga va semiz gavdasini yostiqqa tashlab, kerilib yetishiga qaraganda rahatlik turmushdan toza huzurlanayotganligini ko'rgili bo'ladi. Bir chaqda Atxonga to'nish heliqi odam karavatdan qo'zg'aldi va yo'lni kesib o'tib Atxonga qarab kelishga boshladi. Bu chaqda Atxon bir xaridorni amdila yo'lga selib, yerga tushgan chach soqol qirindalarini tozalab Bu koni cho'pqat bir besib, ikki besib Atxonning oldiga keldi. U egiz bo'y, kang qo'lliq, qari mutuq, bashirasi ochiq, gijik soqol arab edi. Uning yuzidagi qora cho'qirni hisobga olmaganda, xeyli kelishgan, sumbatli odam deyishga bo'ladi. Bu odam uchisiga shoy kiyim, uning ustiga zar kolbutundan jiyak tutilgan rida, putiga so'ngsiz xurum tallik kiyib, xeyli pozor yasnib olgan edi. Uning ismi Abu Lahab bo'lib, Makkadagi xeyli g'olliq kishilardan edi. Uning Hindistonliklar ko'proq o'rinlashgan Jodiri degan bozorda oltin bezak sotadigan bir do'koni bo'lgandan boshqa Makkaning atrofidagi Marru, Zahron degan yerda cho'ng bir xishpushirish xumdini bor edi. U Atxonga bir necha qitim chach soqol oldirib, bu odamning pokiz, siliq hunarini, xom qaymoqdek yo'qishliq mijozini yoqtirib qolgan edi. Qandoq ustam, yurtimizga ustixonlari tushib qelayotamdi? So'radi Abu Lahab salomlashib bo'lgandan keyin. Bu kunlarda Atxon arabchani xeyli obdan o'rganib qolgan bo'lsa-mu, lekin anglashga usta, so'zlashga naqis bo'ldi. Talaffuzi toza durust bo'lmag'achqa duduqlab kekashlab qoladi. Shunga Akbar o'tirg'a tilmashlik qiladi. Xudoga shukr taqsir, dedi Atxon uni o'rindiqqa taklif qilib. Obili Xudo, ondan qolsa bu maishatlik yurtning g'amxoni bo'lgan har birlaridek yaxshi odamlarning soyasida bu yurtni tug'ilgan tuproqdek issiq ko'rinadigan bo'lib qoldi.
Yurtqa ketolmay bu yerga kelganliklariga pushaymon qilib qolmaganlar, ha? Abu Lahab xuddi uni sinamoqchi bo'lgandek bu savolni qo'ydi. Yo'qsa, pushaymon qilish biz taqvodor musulmonlarning dili emas. Bu yer muqaddas yer taqsir, dedi Atxan ko'nglidagini ochiq aytib. Lekin har qandaq bir vijdonli odamning kindik qini to'kilgan tuproqqa muhabbati bo'ladi. Peqirmo bu muhabbatdan xoli emas. Barakallah, dedi Abu Lahab qoyil bo'lib. Ustam noyti to'g'ri aytdilar. Har bir kishining tug'ilib o'sgan shahar va mamlakati shu kishining vatani deyiladi. Har kim tug'ilgan, o'sgan yerini jondan ortiq so'yadi. O'z yurtidan, vatanidan ayrilib, boshqa yerlarga borsa, o'z yerdagiga o'xshash rohat, farog'atda yashay olmaydi. Maishti har qancha to'liq bo'lsa-mu, lekin ko'nglining bir yerida o'z vatanining muhabbati yashaydi. Biz arablar mushu qaqostaq, issiq cho'l jazirlarni jinimizdan ortiq so'ygunimizga o'xshash, Habashlarmu poyonsiz sahroyi kabirni, Misrliklar Nil bo'yidagi sozliq qumushliqlarni boshqa yerdan ziyoda so'yadi. Agar so'ymagan bo'lsa, ular allaqachon havosi yaxshi, tirikchilik qilish osonroq yerlarga ko'chib ketib, vatanlarini tashlab o'tgan bo'ladi. Lekin biz tug'ilgan yurtimizdan uzunga ketsak, bizni tortib keltiradigan kuch-quvvat o'z vatanimizning, ona tuproqning mehr muhabbati. Bundoq mehr muhabbat muqaddas va abadiy bo'ladi. Akbar bu mehri issiq, notiq odamning og'ziga qarig'ini chitirib qoldi. Abu Lahabning ma'nilik, ta'sirlik so'zlari uning pul tepish yo'lida hammani unutgan, bag'ri qattiq, nafsoniyatchi tijoratchi emas, balki hayotni, odamlarni obdan tushunadigan, kishining holiga yetishni biladigan, o'qimishli, bilimi keng, farosatlik odam ekanligini ko'rsatib turardi. Uning yurt, vatan to'g'risidagi so'zlari Akbarning ko'ngliga bakmi yoqdi. Akbarning yurakidagi dardlarni qayta tirnalagandek, uning vujudini yana bir qitim larzaga soldi. Akbar xiyolga ketdi. Xiyoli yurtga ketdi. Bu kunlarda yurtda bog'lar qorong'ulashib, tunji kapkuk navosi anglangan vaqtlar edi. Akbarning ko'z oldida oq, qizil, seriq, binafshi chechaklarga to'lgan bog'lar, yap-yeshil jala chiqarishga boshlagan sumbul notalar, qat-qat ichilgan bahor gullari rangarang bo'lib ko'rinishga boshladi. Demog'iga ochiq-chuchuk g'o'ri bilan attir gullarning xushbo'y hidi urilgandek bo'lib, vujudini bir xil mast xushlik qarmab oldi. U mast xush holda o'z-o'ziga pichirildi. Mana bu kunlar yurtning toza bahor vaqti. Bahor. U yerda hamma narsa sen bilan jonlanib, go'zallashib, jimi hayotliq. Sen elib kelgan ko'rkam, illiq turmush zavqini so'radi. Bizning u go'zal zamin qahramonlarning, ulug' ajdodlarning muqaddas zamin. Ashu pok tuproq o'sib yetilganlarning yaxshilari xuddi gulning sarxili gul orasida, erning sarxili el orasida degandek ashu tuproq bilan bir yashab o'tdi. Bizchu va ayni chashqa tushgan kepakdek xohlagan yerda to'zib sarson bo'lib yuramiz. Akbarning sukutga cho'mgan o'ychan, g'amkin chiroyi Abu Lahabning diqqatini tortdi. U boyila ko'zlari o'tkir, gaplari chechan, qarashlari muloyim bu bolga o'z o'g'lidek amroq bo'lib ketgan edi. Akbar, jimib ketding-ku, yurtni aslab qolding-ku deyman, dedi u Akbarning ko'nglidagini sezganda.
Xudo xolisa kunlarning birida yurtingga ketsin. Qachon? Oldirab o'diqib so'rdi Akbar. Qachon ketaman? Abu Lahab mehribonlik bilan uning beshini siladi va kulib turib mundaq dedi. Xudo xolisi dedim-ku. Xudo o'z bandalarining orzusini hargiz yerda qo'ymaydi. Dunyoda oyig'i chiqmas ish yo'q. Bugun yo'linglar etilgan bo'lsa, at o'gin echilmaydi deb kim ayta oladi? Vaqt hamma ishni o'z yo'lida hal qiladigan odil hukmron. Akbarning ko'ngli vallahi yo'rgandek bo'ldi. Abu Lahabning so'zlari uningga ishonch va umid bag'ishlagan edi. Atxon Abu Lahabning bo'yniga partuq tortdi. Beshiga suv temitib, chechini o'g'iladi. Chach rasi yumshigandan keyin sopun surib, ustiri bilan qirdi. Chach elinib bo'lgandan keyin soqol burutiga mag'zab surkab, chiroyli yasashga boshladi. Dal shu chaqda ularning yenida varang-churun ko'tarilib ketdi. Atxondan 5-6 qadam neridagi bir tosh supda uchisiga oq yaktak, beshiga yeshil shoyi do'ppa, putiga qo'ng'altoq talash kiyib olgan Musa Danqon yaqindan beri mushu yerda yoymi ichib, ayoli Osiya xonim kech kunduz qo'li bilan kapchib tikkan oq do'ppalarni setib o'tirardi. Yaqindan buyon bu odamning taqturqi xeyli o'zgarib ketgan, soqoli uzun o'sib, yadong'uliqdan qonshiri tiklashib, ko'zlari o'ltirishib azg'in bir bovayga aylanib qolgan edi. Baya uning oldiga ikki xaridor keldi. Har ikkisi 20 necha yoshli dangbash yigitlar edi. Ular birdan 2 do'ppini elib 10 riyallik kona yirtiq bir pulni berdi. Musa Danqon bu pulni qo'liga elib qarab, necha yerdan yemlangan bu rap-rap pulni boshqa yerda xajlayolmaydiganligiga ko'zi yetdi. Uning ustiga u texi 6 riyal qaytirib berish kerak edi. Yaxshiroq pul beringlar fuqularim, dedi Musa Danqon ikki yigitga yelingandek bechora qiyofatda. Men bu pulni xajlayolmayman. Agar buningdan boshqa pulinglar bo'lmasa, do'ppini kiyib ketib, pulni keyin tashlab bersanglarmi bo'ladi. Men sizlarga ishinaman. Nima? Ikki yigit uningga tangli hurpaydi. Sen texi bu yerga kelib, qo'rsqon to'yib, endi Saudining pulini ko'zingga ilmaydigan holga yetdingmi? Bilib qo'y. Bu degan podshohning so'ri tushirilgan ulug' pulchimi? Yo'qsu fikrlarim yo'qsu, dedi Musa Danqon qo'rqib ketib. Ko'zga ilmaydigan ish yo'q. Men faqat yaxshiroq pul beringlar dedim. Buni xajlayolmasam, menga uvol bo'ladi. Hey, bu pul yomonmikan? Dedi yigitlar o'ktamlik bilan Musa Danqonning ko'ziga kirib. Nar yomonkan? Saudining pulini yomon deyishga qandoq tiling bordi sening? Ular yo'q yerdan putoq chiqarib, yo'lsizlik qilib atadi. Musa Danqon qo'rqib ketdi. Ko'zlari aloq-jaloq bo'lib, og'zi gapga kelmay qoldi. Varang-churonni anglab, odamlar yig'ilishga boshladi. Shu chaqda Baktumurmo bu yerga kelib qoldi. U haram masjidida namoz o'qig'ach, Atxonni yo'qlab kelgan edi. U ahvolni uqqandan keyin heliqi ikki yigitga siliq sipoyilik bilan mundaq dedi. Yigitlar, sizlar do'ppini kiyib ketaveringlar. Bu hojiga pulni men berib qo'yay. Bu gapni anglagan ikki arab yigiti texmi chichangishib ketdi. Hey, xorji, sen texi biz olgan malga pul to'lab qo'ymoqchimi? Sen kelginingdan qo'lidagi pul naning? Bilamsan? U degan ulug' Saudining puli. Sen kelgindining puli emas. Lekin Baktumurmo bosh kelmadi. Ko'kragini kerib oldiga chiqdi. Saudining puli bo'lsin, nima bo'pti? Men bu pulni o'g'irlamadim, balki Saudiga ishlab, halol tarim bilan topdim. Ne ishlading? Bizning zamonda ishlagansa?
ikki yigit bargan siri osallık qilishga, kamsitishga başladı. Ey harcı, kim seni çıllap kepti? Kim senin işinga muhtaçken? Bektömürnün qattiq xorluq keldi. Elemdin put-qo'li titrab, ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. Bu dünya gerçi hamma odam kamoliga yetib, 9'i tal bo'lgan mukammel dünya bo'lmasimi? Lekin bu dunyoga inson bo'lib törelgen har qanday odam o'zini behuda xo'rlagan kamsitganlarni zodi yoqtirmaydi. Bektömürnün açıqı tövidin qopdi. Heliqi ikki yigitni asabiylashdi. Ular qarshi tarafni besib tushmagicha bo'ldi qilmaydigandek mag'rur qiyofatda g'adiyib turadi. Agar mushu peti ketaversa, Bektömür bilan bu ikkisi bir qapas ilishib qoladiganda qiladi. Shu chaqda bütün ahvolni bayotdan beri ko'zitib turgan Abu Lahab likkida o'rnidan turdi-da, bo'ynidagi har tuxnimi elib etmay, saqal burtining yerim yasalgan, yerim yasalmagan holda ularning yeniga keldi va heliqi ikki arab yigitga qarab zardi bilan tovladi. Harcı bo'lsin, nima bo'pti? Ularmi sana o'xshash odam, sana o'xshash musulmon. Lekin senlarda kichikkinami odamlik, musulmonlik hislat yo'q. Sen bularga bu pulni bitarga berib atamsan? Beshingga kiyib olgan nima? Bilsang, ol qeyri musulmonning qon tari. Senlar tehi Saudining pulini pesh qilib, bu musafir musulmonlarning ko'nglini og'irtding. Bilsang, bu ay bu kunlarda Saudi podshohining odilligi tufayli Arabiston zaminida yashayotgan barliq musulmonlarning beshida islom bayrog'i javlon qilib, ularga boshpanoh bo'lib atadi. Ularningmi senlarga o'xshash yashash, ishlash huquqi bor. Abu Lahabning so'zi atrofda qarab turgan boshqalarga ta'sir qildi. Ular bir ikki eg'izdan loqma silib, heliqi ikki yigitni ayib degan bo'lishdi. Shunga ularmi boyqa alfozidan yenib pastgo'yga tushdi. Agar atrofdagi jamoat fikri o'zlariga foydasiz bo'lmagan bo'lsa, ular Abu Lahab bilanmi uzoqlashib bu yerni beshiga kiyishdan yanmaydi. Ular beshidagi do'ppini elib Musa Danqonga berdi va heliqi 10 riyallik Arafa pulini yanchig'iga selib bu yerdan g'ippada tikiverdi. Abu Lahab joyiga qaytib, atxonga chala qolgan saqilini yastishga boshladi va heliqi ikki bangbash yigitdan ranjib mundoq dedi. Qaramamla ustam. Bu balalarning yugansiz, noinsof bo'lib ketganini. Ular haqiqatan uchishni bilib, tushishni bilmaydi. Hamma yerda valoqishib, gidib yuradi. Ular mundaq ketaversa, cho'qim falokatga yo'l qo'ydi. Alloh taolo inson balasiga balo qazo berishdan avval kibr beradi. O kibr bilan toza gidaygan chaqda ondan balo qazo beradi. Aslida kibr odam balasiga emas, shaytonga xos narsa. Abu Lahabning bugungi so'zi va ishi Atxong'imi, Akbargami cho'nqir ta'sir qildi. Ularning qalbida bu odamning nomi, xislati cho'nqir o'rnab, yuksak bir aqida bo'lib shakllandi. Abu Lahab chach saqilini oldirib bo'lib, qaytadigan chaqda "Men sizlarni ata jumadan keyin uyga taklif qilaman", dedi ko'nglidan chiqarib. "Choy-pay ichib, g'azolanib kelinglar. Akbarga o'g'lim Harisni tanishtirib qo'yay, do'st bo'lib qolsin." Atxon takalluf qilib o'ltirmadi. Xo'shallik bilan taklifni qabul qildi. Akbarmi xo'shal edi. U o'ziga yangi bir do'stning tepilganligidan xo'shal edi. Chiroyliqa. 3. Abu Lahabning uyi ozoda ham ko'rkam edi. Mehmonxonasida Livanning xushpuroq shamshodidan yasalgan esil bir shira bor edi. Shiraning ustida ajdaho suratlik bir lo'nqi bilan bir kumush shamdan turadi.
şamdanda kuyuvatqan 5 dal şam ətrafqa ənbər puraqını tartmaqda edi. Mehmanxananın məxməl pərdə tartılğan derazları ıssıq bilən paşıdan saqlanış üçün him etib etilgan edi. Əbu Ləhəb öyünün törüge qoyulğan karvatda tüccasa yoğan təkiyə yanpaşlığın içə kitap görüp olturatdı. Çaşları cingil, salpan kulak, kapkara bir həbəş mehmanxananın bosoğusida turub xəbər qaldı. Xocayin, mehman geldi. Əbu Ləhəb ittik orundan turdu. Kitap bilen közeynigini bir chetga qo'yib, xizmatkarga buyurdi. Chaqqan boshlab kir. Mehmonxonaga kirsin. Xizmatkar chiqib ketdi. Əbu Ləhəb adab yuzsidan uylik kiyimining ustiga sarg'uch rangli ipak redani ortib oldi. Mehmanxonaning bosoğusida Atxan bilan Akbar paydo bo'ldi. Ular qip-qizil zilchi gelamlar bilan bezalgan bu katta uyga qandoq kirishini bilolmay tortinib turib qoldi. "Qani marhamat, uyga kirsizlar", dedi Abu Lahab xushchiroy bilan ularni ishkirga boshlab. Atxan putidagi ko'ni sandal kashni sirtqa silib, bismillah deb boso'g'idan otildi. Akbarmo datsiga o'xshash qilib, uning orqasidan agashdi. Abu Lahab ularni tam bo'ylatib selingan tovar ko'rpilarning ustiga boshladi va to'gi qushi peydan rastlangan bir yostiqni Atxanning yeniga qo'yib berib, "Azoda o'ltirsizlar ustam, tortinmisizlar", deb uning qo'rinib turgan ko'ngliga madad berdi. Şu arlıqda mehmanxonaga Abu Lahabning o'g'li kirdi. Kiribla mehmonlar bilan adabli ko'rishdi. U xuddi dadisiga o'xshashla dilkash, peshonasi ochiq, xushchiroy ko'rinadi. Odamga qaragan ko'zlari muloyimlik bilan kulib turadi. Uning yeshi va bo'yturqi Akbarga o'xshash degidek edi. "Bu mening o'g'lim", deb tanishtirdi Abu Lahab. "Ismi Haris. Bu yil o'tir maktabni bitirdi. Xudo xolisa kelar yili Ummul Quru universitetiga imtihon bermoqchi. İnşallah peshonasi ochiq yigit ekan", dedi Atxan Harisni maqtab. "Yaxshi o'qib, olim bo'lg'ay." Dasturxon selinib, choy tartildi. O'tir yoshliq, öňe ak, közleri yoğan, çaşları terde nemleşip, patili bolup ketken bir ayal hizmetkar mehmanxana bilen aşxana otursida paypetek bolup ularni kütüp atatdı. Dasturxonga meyveçi ve qand kezekler keltirildi. Kichik istakallarga saylunning pinna aralashtirilgan xushpurak çeyi qo'yildi. Arqadan arablarning roz salik, garish deydigan yerlik taamları keltirildi. Atxan bilan Akbar taamlarni huzurlanib yedi. Yegandimi xeyli ko'p yeb, bir necha qitim rohatlanib kekirdi. Endi ular onda-munda meva yegach ixtiyoriy parang'a tushdi. Akbar bilan Haris tezla chiqishib, qadinas al-og'inlardek mo'nishib ketdi. Abu Lahab Akbarning ahvolini so'rdi. "O'g'ilni qandoq qilay deyli ustam? O'qitish niyatlari yo'qmi?" "Yo'qso taqsir", dedi Atxan tavazzu bilan. "Hozircha bizga tirikchilik muhim. O'g'il bola bo'lgandan keyin biror yerda ishlab pul topsunmikin deyman." "O'g'o, shundoq", dedi Abu Lahab xiyolchan holda. "Tuproq ustida yashayotgan odam uchun pul bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin bu dunyo turadigan yer emas. Hamma odam ketadi. Oxiratda uning mangulik joyi o'z ehtiyojidan ortiq mol dunyo kishiga vafo qilmaydi. Qiyomat kuni odam ashu mol dunyo sababidan do'zaxga ketadi. Ammo
Bilim undaq emas. O qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Dunyoning maxfiy ilmlari bek jiq. Biz insonlar bek ojiz yaratilganmiz. Bizning dunyoning hamma haqiqatlarini tushungudek qobiliyatimiz yo'q. Bir odam umr bo'yi o'qisimi, yana dunyodagi ilm hikmatlar tugamaydi. Dunyoning haqiqatini tushunishga umrimiz tadqiq qilib tepishga aqlimiz yetishmaydi. Ammo odam bolasi buningga intilishi, tirishishi kerak. To'g'ri aytdilar taqsir, dedi Atxon ta'sirlanib. Odamning qo'lidagi mol dunyo badxashlik bilan tugaydi. O'g'ri elibmi tugaydi. Lekin odamning ichidagi bilim hikmatni hech qanday qilib yo'qotqilib bo'lmaydi. Uning nuri shu odamning o'zining emas, boshqalarning qalbini yo'rtadi. Barakallah, ko'nglimdagi gapni qildilar, dedi Abu Lahab va qo'lidagi post so'yilgan badanni Atxonga berib etib davom qildi. Jaholat odamni nodon qiladi. Nodonlik odamni xor va qul qiladi. Xorliqda, qulliqda yashagan odamlarning vatani bo'lmaydi, tarixi bo'lmaydi. Mening uyimda 2 qo'l bor. Har ikkisini sizlar ko'rdinglar. Biz qullarning erlarini, qo'l, ayollarini ama deymiz. Boy bizga dasturxon selib choy qo'ygan ashu amaning ismi Umu Hakim. O'zi Yamanlik arab. Men uni 10 yil burun shu yerdan setib olgan. Avu qulning ismi Nufal. Afrikadan setib kelingan Habash. Men uni 7 yil burun Makkadagi qul bozordan setib olgan. O'tgan yili bizning martivelik ballarni o'yintib oyoqda beklam ketdi. O'tgan yili bizning martivelik adolatlik podshohimiz Abdul Aziz qullarni ozod qilish to'g'risida farmon chiqardi. Ba'zi qullari ko'p boylar bu farmonga bo'yin to'lg'idi. Bu chaqda Abdul Aziz podshoh Xudo yo'lida savob izlab qullaringlarni ozod qilinglar. Janobi haq insonlarning hammasini hur yaratgan. Har qanday insonning bu dunyoda erkin yashash huquqi bor. Agar qullaringlarni setib olgan pulni pesh qilib ozod qilmasanglar, pulni hukumat to'lab beradi. Eng muhimi Alloh yo'lida savoblik izdanglar deb bütün davlat xalqiga murojaat qildi. Men podshohning farmonini anglabla qo'limdagi bu 2 qo'lni ozod qilmoqchi bo'ldim. O'z vaqtida Hijriya 10-yildagi Vida haj vaqtida payg'ambarimizmi o'z qo'li bilan 63 qo'lni ozod qilib bizga bishorat bergan edi. Men bu ikkisini oldimga chaqirib, ozod qilganligimni jakarlab, yurtlarga qaytib ketish uchun yetarli rasxot berdim. Lekin kutilmaganda ular pulni olg'ili unumay, mening oldimda tizilib, o'zlarining davomli mushu holatda turib qolishini, umr bo'yi menga sodiqlik bilan ishlashni talab qildi. Men har qancha qilibmi bularni o'z yurtlariga qaytishga ko'ndira olmadim. Oxir ular o'z ixtiyorliklari bilan yana turib qoldi. Bu ish menga qattiq ta'sir qildi. Men shu chaqdala yurt vatan degan bu narsa faqat hur va imonliq insonlarning uyi ekanligini, qulluqda, xorliqda yashagan va o'z tarixidan bexabar odamlarning yurt vatani bo'lmaydiganligini, bundoq odamlarning o'zlari tug'ilib o'sgan tuproq qadriga yetmaydiganligini his qildim. Keyin men muqaddas kitoblarning birida mundaq bir voqeaning bayon qilinganligini ko'rib, uning tegi-taktiga texim cho'nqir yetdim. Zamonasida Musa payg'ambar o'z qavmini Misr fir'avnlari asoratidan ozod qilgan bo'lsa-mu, lekin ularga biror yerdan yurt, vatan tutib bermay, dasht bayovallarda 40 yilgacha sarson, sargardon qilib yuribdi ekan. Musa payg'ambar nima uchun o'z qavmini 40 yil sargardon qildi?
Nima uchun ular biror yerdan makon tutib, shu yerni vatan qilmadi? O'z qavmini 40 yillik jafo mushaqqatga giriftor qilgan Musa payg'ambarning maqsadi qulluq va xorliq zulmidan yurak qalbi zaxmlanib, dili qo'rqinchga to'lgan, tili itoatga odatlangan nodon odamlarning dunyodan butunlay ko'z yumib, shum istibdod o'g'sini ishmagan, qulluq eni yo'q ozod avlodlarning tug'ilishini kutish ekan. Ana shundoq yangi hur va e'tiqodi pok avlod tavallud bo'lgandan keyinla Musa payg'ambar sargardonlikdan to'xtab, o'zining yangi qavmiga yurt makon bergan ekan. Abu Lahab so'zdan to'xtab, oldidagi so'yib qolgan choydan bir ikki o'tladi va Otxonga qandoq aytganlarim to'g'rimi degandek ma'noda qarab qo'ydi. Otxon yumshoq yostiqqa jaynaklaganicha cho'nqur xiyolga patgan edi. Abu Lahabning boyqi so'zlari uning yurak torini chekdi. Xuddi yumshoq illiq bir qo'ldek Otxonning ishbog'rini asta tirnab, u aran besib kelayotgan seg'inish o'tini yalqinjitibdi. Bu o't birdilla yaqchashqandek lavuldab olg'uyib, uning butun vujudini ko'ydirishga, azoblashga boshladi. Necha vaqtdan beri Otxonga bundoq seg'inish, aslash to'yg'usi xeli ko'p bo'lsa-mu, lekin bugünkidek bundoq kuchli va ochiq bo'lmagan edi. Yillarning o'tishi bilan u o'zining bu uydagi ikki qo'ldek yurt makonini unutib, vatansiz holga tushib kelishini o'ylab cho'chib ketdi. Lekin Otxon bundoq bo'lishini tasavvuriga sig'dira olmaydi. U hargizmi ashu namrat, lekin aziz, ashu qaloq, lekin mo'tabar tuproqning tarixini, muhabbatini unutib qolmaydi. Chunki Otxon o'zini beqib o'stirgan ashu tuproq ne'matlarining har bir hujayrasida arik deb shahid bo'lgan talay ajdodlarning qutlug' qeni mavjudligini, ashu qondan operid bo'lgan ulug' farzandlarning tangdoshsiz qudrat bilan bu tuproqning shon shuhratini jahonga yoygan saltanatlik iz tarixini yaxshi biladi. Shunga uningdagi yurt vatan tuyg'usi bakmi kuchli, sof va cho'nqir edi. Pok aqida bilan sevgiga to'yingan bundoq muqaddas tuyg'uni hech qanday zaman, hech qanday oraliq yo'q qilib etilmaydi. Balki u halol farzand yuragida abadil abad yashab qolaveradi. Chunki Otxonning nazaridagi yurt, vatan, ona makon degan bu so'z qaramoqqa oddiy bo'lgani bilan u shu zamin, shu tuproq o'g'lonining yuragidagi poklik, vafodorlik, oliyjanoblik hissiyoti bilan mangulikka chambarchas yo'g'irlib ketgan edi. Bunda his tuyg'uni umr bo'yi qulluqda, xorliqda o'tib, hammani, hurlikni, odamning qadrini, yurt makon muhabbatini unutib, faqat bir qur kiyim bilan 3 vaqt tomoqni bergan egisinila qutuldirg'ichi Xudo deb biladigan Umu Hakim bilan Nufal hargiz tushunmaydi. Tushunishni xohlamaydi. Ammo Otxon bilan Akbar undaq emas edi. Ular odatdagi kishilar zodili his qilolmaydigan, har qanday bir kuch bir-biridan ayirib etilmaydigan bundaq sirliq, muqaddas tuyg'uni chin yuragidan qadrlaydi va shu tuyg'u bilan yashab kelyotadi. Mehmondorchilik xeyli uzoq so'zildi. Suhbatlarimo qizg'in va ma'nilik bo'ldi. Ular shu uyda namozshamni o'qigandan keyin qaytishga tamshaldi. Uzash oldida Abu Lahab Otxonga mundaq dedi: "Agar xolisa Akbar bizning xumdonda ishlasin, amgak ig'irroq bo'lsa-mu, ustixonlari qotidi." Otxon darhol ma'qullik berdi. "Himmatlarga rahmat taqsir. Atilishga borsin.
o'g'il bola degan qattiq yirik ishda pishidi. Ular xo'shlashdi. Akbar bilan Haris tasda ayrilishdi. Nufal ularni Abu Lahabning chilan to'riq oyg'ir qo'shilgan karru harvisida Baktemirning uyiga apirib qo'ydi. Uxlashning oldida Akbar dadasidan bir ishni so'radi. Bu ish yaqindan beri uning kallasiga kirib olib, o'zi javob topolmay tit bo'layotgan ish edi. Dada, men bir ishga hayron bo'lib qoldim, dedi u Baktemirni uyg'otmaslik uchun ovozini past qilib. Bu yerdagi xalqlar nima uchun tomoqdan keyin duo qilmaydi? Yeydiganni yeb bo'lib, dasturxonni yig'ishtiribla bo'ldi qiladi ekan. Bugun mana shunday qildi. Atxan o'g'liga qarab, masjiga kelgandek kulib qo'ydi. Bu savol uning kallisidami xeyli burun paydo bo'lgan edi. O o'g'lining xeyli chechan, sezgur, ko'rgan, bilganlari ustida kalla qatirdigan ijdihatliq cho'ng bo'layotganligidan ko'nglida xo'shal bo'ldi. Bu ishqa senmi diqqat qilibsan-da? Yaxshi, dedi u Akbarning beshini silab qo'yib. Menmi xeyli vaqtgacha sana o'xshashla hayron bo'lib yurdim. Keyin chach oldirg'ili kelgan biri o'limadan so'radim. U kishi kulib ketib mundaq dedi: "Tomoqni o'zing yeding, u faqat sana taalluq narsa. Uni o'zing yeb, orqadan arvohlarga duo qilsang, bu duoying hargiz o'lganlarning ruhiga tegmaydi. Sizlarning yurtda yana har payshanba kuni yog' puritib, arvoh ruhlarga ataydigan ish bor ekan. Bu mu qamlashmagan ish? Yog'ni puritib, qo'ymiqini o'zing yeb, duoni boshqalarga qilsang qandoq bo'ladi? Arvohlarga yog'ning puriqi boramdi? Ularning ruhiga degandi. Ota-ona, urug' tuqqan do'st birodarlarning ruhiga faqat 3 narsada tegadi. Birsi Qur'on o'qib qilingan duo. İkincisi, arvohlar yo'lida berilgan o'shri zakat. Üçüncüsü, ölüp ketkenlerinin yaqin odamlarini yo'qlab, ularning holidan xabar elish. Buningdan boshqa qilingan har qanday duo, tilovat ölüp ketkenlerinin ruhiga tegmaydi. Men bu odamning gapini anglab qoyil bo'lib qoldim. Demisimi, yeydiganni o'zimiz yeb, duoni ularga qilsak, toza odillik bo'lmaydi ekan. Lekin dada, biz Allah bergen maishatning hurmati, oldimizdagi dasturxonning izzati uchun duo qilamiz-da, dedi Akbar toza qoyil bo'lmay. Buning nari xata? O deganimi to'g'ri bolam, dedi Atxan o'g'lining so'zidagi salmoqni dangsab. Bizmi o'zimiz bilganni qilib turayli. O'zing bilgan yo'lni otangga berma degan gap bor. Akbarni uyqu bosdi. O tatliq uyquga ketib etib, asta pichirladi. Shariatning 72 putqi bor degan shu. Har kim o'ziga yarasha fatvo chiqaradi. Ma'qul amsa, bugun mushargich o'qib beray. Dengizga quyosh patqandagi go'zal manzardan baharlangan bo'lishinglarni chin dilimdan tilayman. Xayr xo'sh.